Assalomu alaykum. Namangan taxta 2025 kuzatuvchilari, mana navbatdagi taxtamiz tushgan. Xudo xolasa yengil qilib narx-navosini tanishtirib o'tamiz inshaalloh. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar, ko'rishda oldin akalar bitta like va podpiska bo'lishini unutmaymiz akalar. Qani ketdik. Videolarimizni boshladik. Lab taxtamiz bo'ladi akalar. 62, qalinligi 1.7, uzunligi 4 metrlik. Lab taxta tunukantaga. Narx-navosi akalar 16500 so'm donasi akalar. Bemalol aloqaga chiqsana bo'laveradi akalar. Holati o'ta ideal, chiroyli, sifatli narsa akalar. Quruq. Bu har doimgidek 15,5 ga, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik strafillik. Baquvvatroq strafil so'ragan aka-akalarimizga narxlari 88 ming so'm donasi. Suxoy 100% saqlanadi. Bu yoqdagi 16 ga 4, uzunligi 4 metrlik. Quruq holatda. Narx-navosi akalar 110 ming so'm donasi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan past raqamimizni qoldirib, bemalol aloqaga chiqsana bo'laveradi akalar. Musofirda kuzatgan aka-ukalarimiz bemalol buyurtma qilsani bo'laveradi. Xudo xolasa sifatiga javob beriladi. Chiroyli, sifatli narsa qilib jo'natamiz. Xudo xolasa uyga borgandan keyin taxtini ko'rib, sifatiga qarab pul berishadi. Yo'qsa puli, yo'qmasa tovarni vazrat qilishadi. Tash tomonlama xotirjam aloqa chiqsani bo'laveradi. 1000 dollarlik taxta olsani vodiy bo'ladi, dastlabki xizmatimiz mavjud, besplatniy bo'ladi. Bu yoqda strafligimiz 13 ga 3,5, uzunligi 3 metrlik. 100% sasli, narxi 56 ming so'mdan. Bu yoqda karavat sezon boshlandi, karavatga ham xotirjam bo'laveradi, sifati zo'r bo'ladi. Bu yoqdagi strafilligimiz 3 metrlik. 10,5 ga 3,5, uzunligi 3 metrlik. Narxi 44 ming so'mga to'g'ri keladi akalar. Bu yoqdan biz yangi taxtalarimiz tushgan. Lestvinitsa pol taxtaga 12,3, shirinasi 12,3, qalinligi 29-28, uzunligi 4 metrlik. Donasi 60 ming so'mdan. Holati ideal holatda. Shunday xizmatli qarabsiz, bemalol aloqa chiqsana bo'ladi. Bu yoqda Lestvinitsa mebelcha aka-ukalarimizga bu yoq 15, qalinligi 28-29 chiqadi. Uzunligi 4 metrlik. Oltin qo'lda ishlab chiqargan aka-ukalarimiz usul qiladiganlar bemalol aloqa chiqsana bo'ladi. Buni davomi o'ta serob, ko'p. Narxi 73 ming so'm donasi. Bu yoqda ham mana o'zi yangi tushgan tovarlarimiz, mana lab taxtamiz o'zaro ko'rsatganimiz davomi. 16500 so'm deganimiz holat ideal holatda. Serob bu taxtalardan. Mana pachka turibdi. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Baquvvatroq pol so'raganlarimizga ham bor akalarimizga. Polovoy taxtalarimiz. 11 ga qalinligi 28, 28, uzunligi 4 metrlik. Narxi 47 ming so'mdan akalar. 47 ming so'mdan. Lestvinitsa bo'ladi akalar, Lestvinitsa. Tushunmagan odam bilmaydi. Tushuntirib qo'ygan yaxshi. 15,5 ga qalinligi 2,5, uzunligi 4 metrlik Lestvinitsa. Narxi 60 ming so'm donasi. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Xudo xolasa sifatlari zo'r, chiroyli kelgan, xudo xolasa. Taxtalarimiz holati, xudo xolasa. Biz asnoviy zavodga taxtani sotamiz, 100% suxoy bo'ladi akalar. Strafillarimiz, 4 metrlarimiz bor, narxi 62 ming so'mdan chiqadi. Mana 62 ming so'm. 11 ga to'liq 3,5. Nimaga 62 ming so'm degan savolga buni 32 keladigan razmlar bor, to'liq 32-33 chiqadi. Bu to'liq 3,5 chiqadi, qalinligi to'liq 3,5. Bu yog'i 11 chiqadi, 100% sasni bo'ladi. Bu narxi 62 ming so'm. Buni 56 ming, 58 ming so'mligi ham bor, razmerda farq qiladi. Shunisi bilib qo'yganingiz yaxshi. Ana 3 metrlik strafillik, o'zi karavat sezon. 14 ga qalinligi 32, uzunligi 3 metrlik. 3 metrlik, narxi 56 ming so'mga to'g'ri keladi akalar. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Palovoy taxtamizdan mana ozgina qoldi, shuncha sotdik. Bundan o'ta serob bo'lganda bemalol aloqaga chiqsana bo'laveradi. Pol taxtalarimiz holati ideal. Narxi 43 ming so'mdan akalar, endi eslatib qo'ygan yaxshi. Holati pol taxtani. Qalinligi 2,5, uzunligi 4 metrlik. Rekamiz Lestvak 5 ga 3, uzunligi 4 metrlik, 5600 so'mdan. Kipsagardon rekaga 3,5 ga 3,5, narxi 5000 so'mdan chiqadi akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsana bo'ladi. Mana palovoy taxtalarimiz 14 ga, qalinligi 2,3, uzunligi 4 metrlik. Narxi 60 ming so'mdan akalar. Bemalol aloqa chiqaringlar, xudo xolasa. Telegram, WhatsAppimiz 24/7 ishlaydi. WhatsAppimiz ozgina muammo bo'libdi. O'shani bir to'g'rilab olsa, xudo xolasa bartaraf bo'lsa, yaxshi bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Lab taxtamiz bor. 10 ga qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik, 100% sasni. Narxi 32 ming so'mga to'g'ri keladi. Kesilishlar o'ta akkuratniy. Zavod taxtasi bilasizlar qanaqa holatda bo'lishini. Gipsagardon rekasi 5 ga 2, 5 ga 2, uzunligi 4 metrlik, narxi 4500 so'mdan. Bemalol aloqaga chiqsana bo'laveradi akalar. Holat ideal holatda bo'ladi. Mana bu yoqda qo'lli rekamiz bor.
7 ga qalinligi 33 lik. 7 ga 4 deb aytiladi. 7 ga 33, uzunligi 3 metrlik. Metr 10 ming so'mdan bo'ladi. Mana aksiyaga qo'ygan reykamiz mana pashti tugadi. 5800 qo'ygan reykamiz. 5800 da hali ham kuchda. Berib yuboramiz xudo xolasa. Aloqa chiqaringlar. Strafilligimiz 4 metrlik, 13 ga 3,5. Kesilishni ham o'ta akkuratniy holatda. 100% sasni. 74 ming so'm donasi. Holati. Katta ko'zi yo'q. Bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Qanaqadir savollar bo'lsa, taxtini razmerlardan bemalol aloqaga chiqsa bo'lardi. Ismimiz Ne'matjon. Mana bu yoqda 15 ga 5imiz bor. 100% saslar, qop-quruq taxta. Bemalol aloqa chiqaring. Mansardli tornga ishlaydi akalar. Narxi 180 ming so'm. Buni xuli bor 172 ming, 173 ming so'm chiqadi. Bu suxoylik uchun farq qiladi narx navosida akalar. Pastda raqamimizni qoldirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, podpiska bo'lib, like bosib, qurilish qilgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ysani, xudo xolasa manfaat tegadi degan umiddamiz inshaalloh akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar.